Assalomu alaykum aziz YouTube obunachilari, Nusra kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana yana bugun bir video qilib qo'ymoqchi bo'ldik. Bu o'zimning uyimda bo'lyapti. O'zimning uyimda qurilish ketyapti. Bitta o'zim 2 oy mobaynida shu betonlarni uyimni, fundament betonlarni qo'yib, eski uylar bor edi, buzib, uni shu betonni qo'yib, endi zasibga yetib keldik. Zasibga ishlariga bir qator qilingan rasxodlar, ketgan xarajatlar va mana shu ketgan vaqtimni aytib o'tib ketaman. Planlarni bir qator tushuntirib, video jicha cho'zilib ketishi mumkin. Ko'p brigadlarimiz hozir ishdan qaytgan, hammasi hozir shuning uchun uncha ish ham qo'yganim yo'q. O'zim 2 oydan beri video qila olmayotganim uchun aktivimiz tushib ketibdi. Shuning uchun bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Albatta bu qurilish qilmoqchi bo'lgan yoki qilayotgan odamlar tushunmayotganlar bo'lsa, ancha foydali bo'lgan ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha. Qani bo'lmasa biz obzor qilishni boshladik. Mana aziz obunachilar, betonimiz tagida podushkasi bor. Ko'ryapsizlar, podushkasi bunaqasiga 80, qalinligi 40, balandligi 40 qo'yilgan. Bunaqa yonbosh tomiga 80 qo'yilgan va eni tepasiga 110 yo 120 atrofida beton quyganmiz. Yerimiz eng chuqur joyi bu yoqlar bitta padoj bilan tepasiga mana bu tomonlar yer balandligi uchun sivyaska qilingan. Ko'ryapsizlar, padojimiz mana buni padoji pastdan kirib yarmigacha o'tib ketgan, buniki ham borib yarmigacha borgan. Shu 2 metr oralig'ida bir-biriga sivyaska bo'lib ketgan. Bu tomonlar ham mana shunaqa. Shuning uchun yerimiz padoj baland tomonini padojni yerni ustiga, past tomonini pastga qo'yib bir-biriga sivyaska qilib baylaganmiz. Mana bu joylarimiz ko'ryapsizlar. Padojimiz 70 ga 30 qo'yilgan, o'rta pergorodkalar, tepasi 30. Bunaqasiga 30, bunaqasiga 70 sm qo'ydik va padojimiz 70 ga 30 bo'lgan qalinligi. Mana bu yerlar polni chuqur edi. Polni betonlar qo'yib, tashqi tomonimiz 40 bo'lgan va padojimiz 80 ga 40, o'rtalar 70 ga 30 padojimiz, tepasi 30 sm bo'lgan. Chunki bu yerlar bir g'ish uriladi, ichi polni pergorodkalarimiz bir g'ish uriladi ashqadaryoda. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi bu joylarda uy shunaqa o'choq tandirlar bor edi. Shu bitta hammomimiz qoldi. Shu kirpir yuvib turgani qish kunida qiynalmas uchun. Ko'rib turibsizlar, qishlar sharoiti bizda gaz yo'q. Faqat o'choq bilan bo'ladi. Qolgan suv hammasi bor, shu gazimiz yo'q. Bu yerda uylar bor edi, buzib tashladik. Buzib tashlab, betonlar qo'yib, bu yerda 230 xod qoldi orqaga o'tishga. Keyinchalik uylar bitgandan keyin bu tomonlar buzilib, to'g'ri yo'l ochilib, oshxona, kuxnalar shu orqa tomonga o'tadi endi obunachilar. Oldida pasonli bo'ladi. Oldi tomoni bo'lmaydi. Shu yangi loyihalar bo'yicha o'zimiz chizganmiz bu loyihalarni. Shu kompyuterimiz yo'q, qo'lda chizib o'zimiz tasavvurimiz bilan sekin-sekin astalik bilan qilyapmiz. Bu remusturlarimiz oldida ko'rayotgan bo'lsanglar, mana kolonna tushadi. Shu kolonnadan oldin ichga yurib turib, keyin yarim yumaloq bo'lib turib deraza tushadi. Shu panorama bo'lib 30 sm yerdan ko'tariladi. Derazamiz 3 ga bo'linib, tumma bo'lib, tepasidan yana rigel bilan qo'shib bog'lanadi. Ya'ni kimdir tushunar, buni kimdir tushunmar. Pasonimiz. Bu oldi pasonimiz. Bu yerdan g'ish kelganda, bu yerda ham mana yangi zamonaviy oldi bo'rtib chiqqan uylarda qo'yib turib, faqat birinchi etajda kolonna qo'shib qo'yib yuboriladi. Ikkinchi etajdan mana remusturlari boshlanadi. Shunaqa oldida hozircha ikkita remustuni bo'lib balkonlar chiqadi. Buni keyin qilinadi. Birinchi etaj bitgandan keyin, sababi hozir yurganda netganda xalaqit berib qoladi. Shuning uchun hozircha quyilgani yo'q aziz obunachilar. Kerakanda o'zimizda remusturlarimiz bor. Shularda quyib netib qilyapmiz. Bu yerdan hozir planlarni ko'rsatsak, keyin xudo xolasa polni rasxodlarni aytib o'tamiz. Mana aziz obunachilar, bu yerdan 260 chiqish xod qolgan. Lesnitsaxona bo'ladi, ikkinchi etajga chiqadigan. Va bu yerda bitta eshik ko'p bo'lganmiz, 120 tashqariga chiqiladi. Keyinchalik yozda bu yerlarga ham oldiga shu lesnitsa bardyor quyiladi, polni. Shu o'rnib turgan ko'rgan betonlar bilan teng bo'lib, bunimiz uyning ichidan kiradigan saunzel va bitta tualet, undan keyin bitta katta yo'lxona, keyin manaqasiga
hammom, yozgi hammom qilinadi va bu tomonlari shunday borganda bu yoqqa o'tib turib, bunaqasiga tandir o'choqda shu itakdagi yo'ldan bu yoqqa qarab qilinadi. Sababi u yoqdan ham kelgan odam tandir o'choqqa ketaveradi. Uyni ichidan chiqib ham bu tomondan ham boriladigan tandir o'choq. Shunaqa plan bo'ladi. Hozircha ulgurmaganim uchun, qish sovuq kelib qolgani uchun bu yog'ini bitirib olish uchun qilindi. Endi bu joyga ketayotgan rasxodlarimizni aytsak, birinchi o'rinda bu yerga armatura olib kelganman. Armaturani 20 millionlik armatura olib kelganim, har xil qilib 16lik, 12lik qilib yetmay qolib, yana 5 millionlik armatura olib keldim. 25 millionlik podushkamizga, kolonnalarimiz falan hammasiga yetarligini olib keldik. Yetdi. Yana 4 ta kolonnamiz bor. Bu osh tashqarilarga, mana shu remusturlar uchun ham atdeni qo'shib olib kelgandim. Shularga yetadigan armatura qoldi 16lik. Shu podojimiz uchun polni 25 million so'mlik armatura olib kelindi. Ikki bo'lib olib kelindi. Birinchisida 20 million olib keldim, keyin kamini 7 millionlik. Tepasiga lenchnisga tashlamaydigan edim. Tepasiga ham tashlaydigan bo'lib, yana 5 millionlik lenchnisga armatura olib kelindi, qadrdonlar. Endi bu yerga ketayotgan sementimiz 27 tonna sement ketdi. 700 so'mdan olindi. 27 tonna sementimiz 700 so'mdan olindi, qadrdonlar. Va bu yerga 5 ta shu Xovada mitpsok sheben kimdir shakarob deydi, shunaqa narsa olib kelindi. 5 mashina 1 million 700 ming so'mdan. Sementimiz 700 so'mdan 27 tonna sement ketdi. Endi bu yer shu bilan xudolar betonimiz nolga chiqdi va shunaqa shag'al zasipga qilyapmiz. Bu shag'alimizni zasipga qilishimiz sababi turpoq jinni ozorroq chiqadi. Unaqa katta raznica o'ynamayapti. Shag'alimiz yerdan tagidan keladigan zakni bu o'tkazmaydi. Sababi bu shag'al shu suv quysiz ham tepadan pastga tushadi. Tepadan pastdagi nam tepaga chiqishi kam bo'ladi bu shag'alda. Agar turpoq bo'lsa, zak bir-birini shimib tortaveradi. Shuning uchun shag'al qilishga qaror qildik. Buni shag'al zasipga qilyapmiz. Hisobda bu 600 ming so'mdan bitta hovasini olib kelyapman. Hozir 3 ta hova olib kelganman. Xudo xolasa bu 3 ta hovamiz mana shu yarmigacha yetib orar ekan. Shu uyimiz yarmigacha 3 ta hovada yetib oradi. Bu menga yengilligi bo'lgani, bu yoqdagi uylar ham bor edi, buzib podojimiz va 50 sm 1 metr atrofdagisini o'zini turpog'i bilan zasipga qilib eplab oldim. Endi shu tepasiga 100 kub atrofida shag'al ketadigan bo'ladi. Shuni 5 ta 6 ta hovada ketar ekan. Shuni qilyapmiz. Buni 600 ming so'mdan olyapman, qadrdonlar. Endi yana nima? Endi remustorlari o'zimizda qalipi bor, o'zimiz quydik buni. Xo'sh. Shu aytganimdek, podojlarimiz 80 ga 40, tashqi tomonlari, ichki tomonlari 70 ga 30 bo'lgan, ikki etaj uchun moslangan. Podojimizga ham, lenchnisga ham armaturalar tashlangan, qadrdonlar. Armaturamizni kolonnalar uchun 16lik, podosha uchun 12lik ishlatdik. 16lik armaturalarimizni 13,5 ming so'mdan oldik. 12lik armaturalarimiz 7,5 ming so'mdan bu Farg'onaning zavod armaturalarini oldik. Aziz obunachilar. Keyin bu yerimizga mana remusturlarni ko'pchilik shunaqa narsada xato qiladi. Mana shu beton bo'lgandan keyin g'ishuratdagi beton bilan teng qilib qo'yib qo'yadi. Uyimizni nol tugashi, polimiz yo lestnitsamiz tugashi shu kirish xotiga mo'ljallab qo'yish kerak. Shuning uchun hozir biz kirish xotimiz mashin bilan teng bo'ladi. 21 sm qo'yganmiz. 3 g'ishda sokolimiz bor. 3 g'ishdan keyin rost mana uyimizning noli boshlanib, yog'i shu naqa bo'ladi. Ko'milib ketadi. Chunki hozir bu zasipga qilinganiga g'ish urgandan keyin g'ishlarda axlat qoladi. Ustidan 7 sm sheben zasipga qilamiz va yana 7 sm steshga qilamiz. Chorniy steshga. Chorniy steshkani ustiga shu penaplex bosib, to'pli polni shalankasini aylantirgandan keyin ustidan steshga quysak, nol yetib keladi va parket pol bilan shu mana shu urinimiz mana shu yerga yetib chiqadi, nol bo'ladi. Shuning uchun shu nolini ko'pchilik e'tibor bermaydi. Shu bilan
uy har xil bo'lib qoladi. Xudo xolasa kuzatib borsanglar, bu joyimizga zaspga qo'ygandan keyin g'ishtlarni olib kelamiz. G'ishtlarda ham ko'pchilik sho'r muammo qiladi, g'isht sho'rini ko'rasizlar. Xudo xolasa shu bitgandan keyin shuvolarni ham qilamiz. Shu sho'rni yo'qotishni yo'llarini ham bir qator aytib o'tib ketaman. Bu albatta shashmay, sekin xastalik bilan qiladigan odamlar uchun. Sho'r o'zi hech qachon yo'qolmaydi, faqat uni 1-2 yomg'irga qo'yib berish kerak yo yuvib turish kerak, muntazam yuvib sho'rini yo'q qilib yuborsa bo'ladi. Kimdadir shunaqa qurilishga oid xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Andijon viloyati Izboskan yaqin joylarga borib noldan boshlab beton quyish, qish urish, yashga shunaqa qurilishga oid xizmatlar qilib beramiz. Hamma instrumentlarimiz bor. Ana ko'rib turibsizlar, hamma apalovka, mishalka hamma yo'g'imiz bor. Borib bemalol xizmatlar qilib beramiz. Albatta hozir ishni to'xtatganmiz. Bahordan xudo xolasa akasizlar bo'lsak qilib bitirib beramiz. Hammalarga rahmat, sog' salomat bo'linglar.